Assalomu alaykum azizlarim. Men Adeya. Bugun yana sizlar bilan. Bugungi mavzuyimiz siz o'ylayotgan inson, siz kutayotgan inson aslida siznikimi? Ya'ni siz o'ylab siqilib qanchadan beri kutayotgan insoningiz siznikimi? Har bir insonni hayotida bir marotaba bo'lsa ham bir yuragida butunlay bir egallagan kimdirni uchratadi-da, kimdirni ko'rgan ondayoq ichidan nimadir uyg'onadi. Bu oddiy sevgi bo'lmaydi-da, bu tanishlik va ruhlar tanishishi bo'ladi, ya'ni. O'sha zahotiyoq, o'sha lahzadan boshlab o'ylay boshlaysiz u insonni, kutasiz, unga energiya yuborasiz. Keyin tushlaringizda ko'rasiz, kunduzlari hayollaringizda bo'ladi. Go'yo bu olamni o'zi o'sha inson bilan sizni o'zi bog'lagandek-da. Keyin ajralasiz, u yo'q bo'lib ketadi. O'sha paytda o'ylaysiz-da, u aslida meniki ekanmi, ya'ni menikimi, meniki bo'ladimi degan savollar bo'ladi. Bugun shu savollarga tarot kartalari, ya'ni ong osti va energiya oqimi orqali javob olamiz. Chunki siz va u orasidagi aloqa faqat so'z bilan bo'lmaydi-da, balki energetik rezonans orqali mavjud bo'ladi. Har bir his, har bir o'yingiz, har bir kechirim, alam butun olamga signal ketadi bu bo'yicha. Va siz hozir bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bu tasodif emas. Sizning qalbingiz bu javobga tayyor holatda mavjud. Aytmoqchi, menda bitta komment bor edi. O'sha bo'yicha ham bir tushuntirish berishni o'zimga ma'qul ko'rdimda. Sen Allohdan ham ko'p narsani bilasanmi debdi. Keyin xullas nimadirlar deb yozganda iltimos qilardim shunaqa bir tor fikrlaydigan insonlarga-da. Bu folbinlik emas-da, birovni taqdirini qo'limga olish niyatim yo'q-da meni. Meni niyatim insonni ongini uyg'otish, ruhiyatini bir sog'lomlashtirish maqsadida yuribman-da. Ya'ni men hech qachon o'zimni Allohdan yuqoriga qo'ymaganman, astag'firulloh, va qo'ymayman ham. Taqdirni yaratadigan faqat Alloh, faqat o'sha zot, yagona zot taqdirda yaratadi. Lekin insonni ongini o'zgartirish, hayotini yaxshilashga intilish, xatolarini ko'rish, shifo topishga harakat qilish, bu Alloh bergan o'sha miyachangiz ichidagi aql bor-ku, o'shadan foydalanishda, aqldan foydalanishdir-da. Asli mening maqsadim o'sha aqlni bir to'g'ri foydalanishga sizlarga ozgina bo'lsa ham bir yordam tegishida. Tarot va energiya bu shunchaki vosita bu kartalarda. Bu tarot odamni bu vositalar yaratmaydi, taqdir yozmaydi bu karta. Faqat ko'rsatadi, uyg'otadi, eslatadi, yo'l beradi. Xuddi shifokor o'zini qo'lidagi asboblari bilan yoki ustozni o'zi bir kitobi bilan, psixolog bir so'z bilan ishlagandek, meni ham ishim ong, ruhiyat, energiya bilan ishlayman. Men qiladigan ishlar, azizlarim, ruhiy bloklaringizni ochish, qo'rquv, keyin og'riqlaringizni yengishga yordam berish, ongingizni kuchaytirishga yordam berish, insonni o'zini yo'lini topishida ilhomlantirishda. Bu yo'limni maqsadi odamni kuchli qilish, mas'uliyatli qilish, o'z hayoti uchun o'zini ongini uyg'otish. Chunki uyg'ongan ongni jin ham, shayton ham, vasvasa ham yo'ldan qaytara olmaydi-da. O'shaning uchun oshkoralik bilan va yana baland ovozimda ayta olaman. Men taqdir yozmayman. Men ongni uyg'otaman. Onging uyg'onsa, ya'ni ongingiz uyg'onsa, hayotingiz ham o'zgaradi-da. Va o'shanaqa komment yozadiganlarga, keyin tirnog'imni gapiradigan, tirnog'ingizdan tahorat o'tadimi deb gapiradiganlarga aytmoqchi bo'lganim, inson bir o'zini taftish qilishi kerak-da. Meni gunoh savobimga siz javob bermaysiz. O'zingizni biling, yo'lingizni biling. Internetda nima qilyapsiz? Shunaqa to'g'ri inson bo'lsangiz nima qilasiz? YouTube'da bunaqa videolar ko'rib. Hurmat bilan yana ham baralla aytaman, men o'z yo'limni davom ettiraman. Yaxshilik tarqatish, shifo ulashish va qalblaringizni uyg'otish bu meni missiyam. Kim tushunadi, u yuksaladi, kim tushunmaydi, vaqt o'tgach anglaydi hammasini, azizlarim. O'sha negativ kommentchilarga gaplarim edi. Boshqalar sizlardan uzun, bu umuman sizlarga yetarmaydi. Meni doim kuzatib yuradigan, chiroyli kommentlar yozadiganlarga emasda bu gap. Demak, bugungi mavzuyimiz bo'yicha, demak, karta ochishni boshlaymiz bo'lmasa. U aslida sizni insoningizmi, kutayotgan insoningiz? Birinchi savol. Uni yuragida siz bormisiz? U sizni hali ham his qiladimi?
Sizlarni energetik bog'liqligingiz hozir qanaqa holatda? Kuchli aloqa bormi yoki uzilganmi? Uchinchi, u hozir siz haqingizda nimalarni o'ylayapti? Siz unga qanaqa energiyada ko'rinyapsiz? Sizlarni bu bog'liqligingiz taqdiriy aloqami, ya'ni yoki bir karmaviy ruhiy darsmi yoki haqiqiy sevgi aloqasimi? Beshinchi oxirgi savolimiz, agar siz bu insonni qo'yib yuborsangiz yoki energetik jihatdan o'zingizni tozalasangizda, hayotingizdan u insonni qo'yib yuborsangiz, qanaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Demak, birinchi karta savoli, uni yuragida siz bormisiz, haliyam sizni his qiladimi degan savol edi. Bunga ikki piyola kartasi, shu chiroyli karta. Hissiy kartada bu, juda ham ijobiy. Ikki yurak orasidagi samimiy o'zaro hisga ishora qiladi. U sizni haqiqatdan ham his qiladi. Bu faqatgina joziba yoki vaqtinchalik ehtiros emasdi. U siz bilan bog'lanishdi, sizni tushunishdi va birgalikda bir iliqlikni, birgalikda o'tkazgan damlaringizni, birga siz bilan juda ham iliq bo'lganligini qadrlaydi. Yuragida hali ham saqlayapti sizni. Bu kartadan maslahat, agar siz ham uni qaytishini chin dildan xohlayotgan bo'lsangiz, bir kichik signal yuborsangiz bo'ladi, deyapti-da. Bir tinch, iliq holatda bir xabar yoki bir o'zingizni bir qandaydir eslatib qo'yishingizni maslahat beradi bu karta. Bir shirin xotiralaringizdan nimadirlarni unga eslatib qo'yishingizni maslahat beryapti. G'urur, sovuqqonlik, xafagarchilik, negativ o'y-xayolda bo'lmang, deyapti. Bir o'zingizni ochib shunaqa eslatib qo'ysangiz bo'ladi. Juda chiroyli karta tushdi. U ham sizni chunki siz bilan iliq bo'lganini eslayapti, qadrlayapti. Energetik bog'liqligingiz hozir qanaqa? Kuchlimi yoki uzilganmi? Osilgan odam kartasi tushdi. Bu karta to'xtab qolgan ma'nosida, ya'ni bog'lanish, ya'ni turg'unlik holatini bildiradi. Bu nima degani? Aloqangiz uzilmagan, energetik aloqangiz butunlay uzilmagani, ammo hozircha ikkala tomon ham to'xtab qolgan, harakat yo'q. Munosabatingizni boshlanishi yo tugallanishi qaroringizga bog'liq bo'lyapti-da. Qaror qabul qilish kerakda, yoki bu munosabatga boshqa tomondan ham bir qarab ko'rish kerakda. Bu hozir qotib qolgan, ikkala tomon ham jimda. Bu osilgan odam kartasi shuni aytadiki, vaziyatni boshqa burchakdan ham ko'rish kerak, deyapti. Sizmi yoki umi vaqtincha orqaga tortyapsiz-da vaziyatni. Chuqur o'ylanib, qotib qolgansiz, vaziyatni orqaga tortyapsiz. Mana miyasida o'ylayapti-da. Boshqa tomondan ham yorug'lik bor-da, ya'ni boshqa tomondan harakat qilib ko'rish kerak. Bosim bilan emas-da, lekin ichkaridan bir qayta ko'rib chiqib, boshqa tomondan bir harakat qilish mumkin, deyapti-da. Energetik jihatdan niyatlaringizni tozalabmi, meditatsiyalar o'tkazibmi, nimadirlar qilishingiz mumkin ekan. Lekin bu holatda hozir boya ham aytdim, ikkalangiz ham to'xtalishdasiz. U hozir siz haqingizda nima o'ylayapti? Siz unga qanday energiya bilan ko'rinyapsiz desak, tangalar qirolichasi, chiroyli karta tushdi, mehrli. U sizni juda ham mehrli, o'ziga ham menga ham mehrini yetkazib beradigan ayol edi deb o'ylaydi. Hayot bilan, real hayot bilan sizni to'ldirib turuvchi inson sifatida ko'rar ekan. Bu karta g'amxo'r, mustaqil, amaliy qo'llab-quvvatlovchi va energetik boy ayol ramzida bu karta. U sizni qadrlaydi. Sizni tinchlik, ishonch bera oladigan ayol deb baholaydi. Siz uni ko'zida, siz uning ko'zida siz bilan bo'lishni xohlaydigan qadrli insonsizda, uni ko'zida. Shunaqa o'ylaydi u, qadrlaydi sizni. Yana shu joyda karta maslahat beryapti-da. O'zingizga ham g'amxo'rlik qilishni unutmang, deyapti. Ko'proq o'zingizga vaqt ajrating, deyapti.
tashqi tomondan ham ishingizga ham e'tiboringizni qaratib qo'ying. Moliyaviy sohada ham, ya'ni pul yo'llaringizda ham, uy masalasida ham ozgina energiyangizni o'zingizga kelib shu jihatlarga ham energiyangizni jo'nating deyapti. Sizlarni aloqangiz taqdiriy bog'liqligingiz bormi yoki bu vaqtinchalik aloqami desak, juda bu ham yaxshi karta. Bu uxlab yotgan bir urug'ni unib chiqishi, boshlanishi, bir o'sishini belgisida. Bu karta shuni ko'rsatadiki, sizlarni munosabatingiz, sizlarni bog'lanishingiz to'liq bir karmaviy aloqa yoki ajralmas taqdir deb butunlay yopishtirib qo'yilmagani, ya'ni to'liq bir sizni taqdiringiz shu, endi ajralmaysizlar, karmaviy bir-biringizdan saboq olishingiz kerak deb yozilib qo'yilmagani, lekin rivojlantiradigan, bir-biringizni qirralaringizni ochadigan, lekin taqdiriy bog'liqlik bor bo'lgan munosabat. Ya'ni aloqalaringiz taqdiriylik darajasida bo'lishi mumkin, lekin o'sish, ishlash talab qiladi. Bu boshlovchi energiyada, hammasini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi, uzoqqa borishi mumkin. Endi boshlanyapti munosabatingiz. Shu paytgacha bir-biringizni o'stirdingiz, rivojlantirdingiz shu taraflama bir-biringizga. Endi bu aloqa boshlanyapti. Ekkaningizni o'rib olasiz degani. Uzoqqa boradigan aloqa boshlanadi endi. Maslahat. Aniq bir rejalar tuzing, ochiq muloqotni rejalashtiring, kelajak haqida ham suhbat qiling ochiqchasiga. O'z-o'zidan kelmaydi-da, nimadir. Birga qilish kerak. Ya'ni kichik-kichik, sekin-sekin, iliq qadamlar qo'yishingiz kerak. Beshinchi. Agar o'yin sonini butunlay qo'yib yuborsangiz nima bo'ladi? Hayotingizni nimalar o'zgaradi desak, qurish kartasida bu nimadirlarni birgalikda qurishda, jamoaviy nimadirlar qilish, hamkorlik, bir hurmatni bildiradigan karta. Agar uni qo'yib yuborsangiz, hayotingizda o'zgarishlar boshlanadi. Butunlay voz kechsangiz, ya'ni kutishdan, unga gapirishdan, unga kichik signallar berishdan o'zingizni tortadigan bo'lsangiz yoki voz kechadigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Siz o'zingizni ustingizda ishlay boshlaysiz. Yangi hamkorliklar ochiladi, ish imkoniyatlari va yana boshqalar bilan bog'lanishlar ochiladi. Bu shuningdek, odamlar sizni mehnatingiz uchun qadrlashni, hurmat qilishini ko'ra boshlaysiz-da. Ya'ni qo'yib yuborsangiz, bu mag'lub bo'lmaysiz-da baribir ham. Balki sizni o'sishga undaydigan imkoniyatlaringizni ko'zingiz ko'rib boshlaydi. Agar uni qo'yib yuborishni afzal ko'rsangiz. Dramatik tarzda tugallamaydi-yu, lekin o'sib rivojlanib ketasiz. Imkoniyatlaringiz ochiladi, boshqa insonlar kirib keladi, hamkorlikdan nimadir ishlar qilasiz. O'zingiz ustingizda ishlashga vaqt ajratasiz. Yangi bir imkoniyatlar, mahoratlaringiz ochiladi. O'zingizda bir biznes rejalaringiz bor, o'shalarga e'tibor qaratasiz. Do'stlaringiz, bir hamkasblaringiz orqali yangi imkoniyatlar yaratiladi-da. Qalbingizni unga band qilmasangiz. Lekin uni qaytarishim kerak, uni sevaman, shu meni taqdirim deydigan bo'lsangiz, kichik-kichik aloqalar, energiyangizni tozalab, unga chiroyli energiya jo'natasiz, kichik SMSlar, unga ilhom beradigan xotiralar eslatishga harakat qilasiz. Umumiy xulosa, u sizni his qilyapti, sizni qadrlaydi. Hozir bog'lanish bir tinch holatda-da, har ikkala tomon ham bir-biringizdan qaror kutyapsiz. U nima qilar ekan? U yoqdan o'ylayapti, u nima qilar ekan? Aloqalaringiz taqdiri yopiq emas, rivojlanishi mumkin. Buning uchun siz nimadir ish qilishingiz kerak. Sizga kerak bo'layotgan bo'lsa, juda ham nimadir ish qilishingiz kerak, yuqorida aytdim. Lekin agar kutishdan charchagan bo'lsangiz, ko'nglingiz juda ham qolgan bo'lsa, lekin baribir sevishda davom qilayotgan bo'lsangiz, karta maslahat beryapti. Uni qo'yib yuborsangiz ham siz yutqizgan bo'lmaysiz, deyapti. Aksincha, hayotingizda yangi hamkorlik, o'sish ochiladi hamma tomonlama. Nima deyman shu joyda? Bitta qog'oz oling, bitta amaliyot aytaman. Men nimani xohlayman deysizda, 3 ta tinch holatda o'tirib, 3 ta xohishingizni yozasiz. Nimani xohlashingizni bilmayotgan bo'lsangiz shu joyda. Shunga bog'lab. Keyin har kuni uni o'qiysiz. Har kuni o'qiysiz. O'zi sizga javob keladi. 3 kun bajarsangiz ham yetadi. Aniq aqlingizga, fikringizga, ongingizga aniq javoblar keladi. Lekin yozish shart.
Hammangizga rahmat. Fikrlaringizni kommentda kutib qolaman. Like bosishni, obuna bosishni unutmanglar.